Audio Kitoblar kanali. Siz bilan Premqul Qodirov. Akromning sarguzashtlari. 5-bob. Velosiped poygasi. Akrom bu yil yozda 7ga kirdi. U to'ladan kelgan bo'yi ko'pchilik tengdoshlarininkidan baland. Unga 4 yasharligida olib berishgan mitta velosiped endi qaddi qomatiga to'g'ri kelmay qoldi. Shavkatga otasi bultur zanjirlik velosiped olib bergan edi. Bu yil Akromning tengdoshi Erkin ham velosipedlik bo'ldi. Lekin Sanjar aka bu velosiped ancha tez yuradi, bir-birlari bilan quvlashib katta ko'chaga chiqib ketishsa, biron falokat bo'ladi, deb Akromga zanjirlik velosiped olib bermadi. Shavkat bilan Erkin velosipedlarni asfalt yo'lkada minishga o'rgangan edilar. Akromning ularga havasi kelardi. Shavkat, birpas minay, deb Akrom goho uning velosipedini so'rab olardi. Shavkat unga velosipedini birda bersa, birda bermasdi. Dadangga ayt olib bersin, ana Erkinga ham oyisi olib berdi-ku. Bu gaplarni eshitishgan Muhabbat opa bilan Sanjar aka o'zaro maslahatlashishdi. Akromga ham o'sha velosipeddan olib berishdi. Lekin sen bir narsani unutma, Akrom, dedi Sanjar aka o'g'liga. Bo'ying Shavkatga teng kelgani bilan o'zing undan 2 yosh kichiksan. Shavkat ozg'in, chaqqon, sening og'irliging yoshingga qaraganda katta. Shavkat ko'cha yuziga chiqib ketganda ham sen chiqma. Bir marta mashinaning tagida qolgansan, shu senga yetadi. Xo'p, dadajon, xo'p. Bizning yo'lga tor, velosiped poygasining joyi emas. Sen katta bo'lsang, o'zim seni poyga o'ynaydigan joyga olib boraman. Akrom tezroq velosipedni minib chiqishni istardi. Shuning uchun shoshilib, "Mayli dadajon, aytganingizni qilaman", dedi. Va'da berish oson, ammo keyin esingdan chiqib ketsa, esimdan chiqmaydi. Sanjar aka yaltirab turgan velosipedning gaykalarini burab, hamma yog'ini sozlab berdi. "Men yaqinda safarga ketadiganman", dedi. "Men yog'imda u yoq bu yog'iga tegma." "Xo'p, tegmayman", deb Akrom velosipedni yetaklab chiqib ketdi. Endi yo'lkada bir emas, 3 ta velosiped paydo bo'ldi. Ularning hammasidan tez yuradigani Shavkatniki edi. Chayir gavdali qora mag'iz Shavkat yo'lkaning u yog'idan bu yog'iga shamolday uchib borib kelardi. Birinchi kuniyoq Shavkat Akromga "Kel, poyga o'ynaymiz", dedi. Akrom boshini chayqab unamadi. Yo'lkaning chetlarida sement ariqchalar bor edi. Akrom velosipedini burayotganda shu ariqchalarni tushib ketishdan qo'rqardi. Lekin kunlar o'tishi bilan uning mashqi oshdi. Ariqning yonidan ham tez burilib o'tib ketadigan bo'ldi. Dadasi safarga ketgandan keyin Akrom ancha dadalanib, "Oyi, bog'chaga velosipedda boraman", dedi. "Yo'q, bog'chagacha nechta serqatnov ko'chadan o'tish kerak, xatarli", deb Muhabbat opa unga ruxsat bermadi. Akrom bog'chaga borib kelguncha velosipedini sog'inib qolardi. Kechqurun unga kelgan zahoti velosipedini yo'lkaga yetaklab chiqardi. 3 bola 3 ta velosipedda bir-birlari bilan quvlashib, asfalt yo'lkaning to's-to'polonini chiqarishar edi. Muhabbat opa dam-badam uydan chiqib o'g'liga qarab qo'yar. Akrom tez haydayotganini ko'rsa, urishar edi. "Muncha oshiqasan, sekinroq yur. Shavkat mendan ham tez haydayapti-ku. Shavkatning yoshi sendan katta, sen unga qarama." "Xo'p", deb Akrom velosipedini sekinlatdi. Bir kuni Shavkat velosipedidan tushdi-da, Akromning yoniga chaqirdi. "Qani tush, bo'y o'lchashamiz." Akrom uning yoniga keldi. Shavkat boshini Akromning boshiga yaqin tutdi-da, qo'li bilan bo'yini o'lchab ko'rdi. "Sen mendan balandsan-ku, yelkang ham mening yelkamdan keng. Sen maktabda o'qiysan, men bog'chadaman. Bog'chada bo'lsang nima? Men bog'chadaligimda ham hech narsadan qo'rqmas edim. Sen pokroqsan. Gadang bor-u, yuraging yo'q. Pok deganing nimasi? Ichi bo'sh oshqovoq bor-ku. Sen o'zing oshqovoq. Yo'q, sen", deb Shavkat velosipedini minib qochdi. Akrom ham velosipedini minib uni quvib ketdi. Shavkat yo'lkaning narigi chetiga borib, orqaga burila boshladi. Shunda Akrom unga yetib oldi. Lekin Akrom juda tez kelayotgan edi. Pedalni orqaga bosib shuncha tormoz bersa ham velosipedini vaqtida sekinlata olmadi. Shavkatning burilayotgan velosipedini Akromning velosipedi oldingi g'ildiragi bilan urib yubordi. Shavkat egar ustida qattiq chayqaldi. Uning velosipedi esa narigi tomonga ag'darilib tushdi. Akrom qo'rqib ketdi. U darrov velosipedidan tushib, Shavkatga qarab yugurdi. Shavkat yo'lka chetidagi yumshoq o'tga yonboshi bilan tushgan edi. Sapchi o'rnidan turdi. Akromni jerkimoqchi edi. "Shavkat, kechirasan, men bilmay qoldim", deb Akrom darrov uzr so'radi. Keyin Shavkatning ag'nab yotgan velosipedini yerdan turg'izib berdi.
Shavkatning tizzasi sal shilingan edi. Agar yana shunday qilsang, sen bilan o'ynamayman, dedi u Akromga. Ikkinchi qilmayman. Bir marta kechirgan, mayli kechirdim. Ertasi kuni Akromning o'zi ham yo'lkada yotgan o'yinchoq mashinaga qoqilib ketib, velosipedidan yiqilib tushdi. Ammo yerga oyog'i bilan tushgani uchun hech narsa qilmadi. Yiqilsang yer ko'taradi, deb Shavkat unga tasalli berdi. Akrom ancha dadillandi. Dam olish kuni Shavkat bilan Erkin kim o'zar o'ynashganda, Akrom ham ularga qo'shildi. Bir payt Akrom Erkindan o'zib ketdi. Keyin Shavkatga qarab, "Sendan ham o'zaman", dedi. "O'zolmaysan?" "O'zaman." "Qani yur bo'lmasa, yur." Ular velosipedlarni yonma-yon qilib turdilar. Erkin 1, 2, 3 deganda jon-jahdlari bilan haydashga tushdilar. Shavkat oldinga o'tib ketdi. Akrom jon-jahdi bilan pedalni bosib unga yaqin bordi. So'ng Shavkatning o'ng tomonidan quvlab o'tmoqchi bo'ldi. Shavkat unga yo'l bermaslik uchun yo'lkaning o'ng tomoniga o'tdi. Unda Akrom chap tomondan aylanib o'tmoqchi bo'ldi. U unga qiziqib ketib chap tomonda sement ariq borligini unutgan edi. Akrom Shavkatni aylanib o'taman deb rulni ancha keskin burdi. Tez borayotgan velosiped birdan sement ariqqa tushib ketdi. Oldingi g'ildirak ariqning qarrador chetiga shunday qattiq urildiki, rul buralib Akromning qo'lidan chiqib ketdi. Oldingi g'ildirak ko'ndalang bo'lib ariqdan chiqa olmadi. Akrom egardan ariqning nariyog'iga uchib ketdi. U qattiq sement ustiga yuzi bilan uriladigan edi. Uni sezib qo'lini tez oldinga qildi. Shuning uchun avval qo'llari yerga shapillab tushdi. U chap yoni bilan yiqilgani uchun butun gavdasining og'irligi chap qo'liga tushdi. Bilagida bir narsa qirs etdi. Qattiq og'riqdan ko'zida o't chaqnaganday bo'ldi. Bir lahza Akromning o'zini bilmay qoldi. Keyin qo'llarini yerga tirab, o'rnidan turmoqchi bo'ldi. Shunda chap qo'li og'irligini ko'tara olmay qayrilib ketdi. "Oh, qo'lim! Qo'lim!" dedi Akromning ko'zi birdan jiqqa yoshga to'ldi. Uning chap bilagi o'rtasidan shishib chiqqan va jonsiz bo'lib qolgan edi. Bir vaqt Muhabbat opa chopib keldi. Keyin Shavkatning dadasi chiqib, o'g'lini urishib olib kirib ketdi. Akromning bilagi juda qattiq og'rimoqda edi. Oyisi ko'chadan taksi topib, Akrom bunchalik bo'lishini hech ham xayoliga keltirmagan edi. U dadasiga bergan va'dasini unutib qo'ygani uchun o'zini gunohkor sezardi. Bilagi qattiq og'riganda dodlab yig'lagisi kelsa ham tishiga bosib, "O'zim yomon qildim, o'zim", derdi. Uning bilagini tirsagigacha mahkam gipslab do'ka bilan bog'lashdi. Keyin do'kaning bir uchini bo'yniga osib qo'yishdi. Kechagina soppa-sog' yurgan Akromning bugun shunday ahvolga tushib qolgani qo'shni bolalarga ham juda og'ir ta'sir qildi. Shavkatga dadasi, "Shu falokatni sen ham sababchi bo'lgansan. Hamma buzuqchilikni sen boshlagansan", deb uni uydan chiqarmay qo'ydi. Velosipedini omborchaga olib kirib, berkitib tashladi. Erkin ham velosipedini minmay qo'ydi. Oradan 3 kun o'tgandan keyin Akrom yo'lkada Shavkatni ko'rib qoldi. Shavkat Akromning o'sib, ko'zlari qirtayib qolganini ko'rdi-da, unga juda achindi. "Akrom, meni kechir", dedi u lablari titrab. "Qo'ygani men boshlamaganimda sen buncha qiynalmas eding. Men o'zim ham noto'g'ri qildim-da. Endi hech ham bunday qilmaymiz, xo'pmi?" "Xo'p", deb Akrom Shavkatga sog' qo'lini uzatdi. Shavkat uning qo'lini avaylab qisdi. Oradan 1,5 oy o'tgandan keyin Akromning bilagidan gipsni olishdi. Uning singan joyi bitib ketdi. Lekin velosiped bilan hazillashib bo'lmasligi uning esidan chiqmaydigan achchiq bir saboq bo'lib ko'nglida qoldi. Hurmatli obunachilar, kanalimiz o'sishi va shu kabi foydali materiallar tarqatish uchun kanalga obuna bo'ling.